Sendin özge kerekmez bana canan aldıda. Arzuyum sen dirirsen hem bölen can aldıda. Bir gül ile ayırırsan bağı bostan aldıda. Ta ziyaret kılmışsam ben seni imkan aldıda. Yüzlerim şermende bolsun Tanrı subhan aldıda. Dünyayı tem eylemeymen dağlarının taşını. Seni de taşka koşarmen düşmanımın başını. Sen üçün derya iqsam şümraklar yaşını. Mümkün olmay mu görüşke aygı okşaş kaşını. Karı baxtım ak bulardı şunda Rahman aldıda. Men varırmen ey nigarım sen ümitni üzmegin. Düşmanımni vur fakat kim yine yürgüzmegin. Aldanıp düşman bilen sen eyşi işret düzmegin. Şumrakka bağlarımның meyvesin düzgüzmegin. Tatbiqında tepşarınız gül gülistan aldıda. Er emesmen düşmanımның kanını ah buzmusam. Hayladım eylini köksüge ta buzmusam. Ot seherli neşterigen özünü çok buzmusam. Elleytir yer düşte hemmesin yat buzmusam. Şundu merdamini algım Şahi Merdan aldıda.
Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddikinning ichiga tiqvatgan edi. Assalamu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, o'shoqdinglar xayrlik bo'lsin. Talas Story naq maydon tarqatishining 6-soniga xush keldinglar. Men riyosatchi Tumari Silmas. Bugungi qadrli mehmonimiz bo'lsa, hammamizga tanishlik bo'lgan Kanada Sharq Turkiston Federatsiyasining prezidenti hamda Sidneyning qo'rg'uchisi Ruqyat Turdish xonim. Ruqyat Turdish xonim, ekranimizga xush keldingiz. Xush bulduk. Sizin yana avval qilib qimmatli vaqtingizni ilib bugun yana ekranimizda taklif qildik. Haqiqatan uchun yaxshi mazmunlarni so'zlab beryapsiz. Qadrli qarindoshlar, bugungi mazmunimiz, suhbat mazmunimiz bo'lsa, sizlar ekranda ko'rib turgandek, Sharq Turkistonning egilik huquqini asliga keltirish fantaziya nomli temasida bo'ldi. Hammamiz bilamiz, Sharq Turkistonning mustaqilligi hozir nihoyatda bir qiyin holatda. 2017-yildan boshlab 2014-yildan boshlab Amerikaga chiqqanday hozirgacha anglayotgan gapim Xitoy kuchlik, biz bo'lsak nihoyatda ojiz. Mushtaq ahvolda bizning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimiz tez, hatto fantaziya degan gaplarni hozirgacha deyilib kelyotidi. Shu sababdan nurg'unlar umidsizlanib Sharq Turkiston mustaqillik davosiga qadam qo'yolmaydi. Mushu xalqimizning Sharq Turkiston mustaqillik davosiga qadam qo'yolmasligi eng chong sabablardan biri deb o'ylayman. Shuning uchun bugun biz Ruqyat Turdish xonimni mush tema ustida suhbat qilishga taklif qildik. Ruqyat Turdish xonim, rahmat sizga. Unda xususan men savolimni boshlaysam. Savolga kirib ketaylik. Masalan, tashqi kuchlar Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llamadi. Nurg'unlar deydi, masalan, Xitoy kuchlik, tashqi kuchlar qo'llagan taqdirdami, yana biz mustaqilligimizga erishamaymiz deydi. Unda bo'lsa, avval zaten bizning tashqi kuchlar, sirtqi kuchlar bizning mustaqilligimizni qo'llamadi degan temada boshlaylik. Biz hozircha ko'ryapmiz, kishilik huquq masalasida jiqraq to'xtalyotidi. Sharq Turkiston mustaqillik masalasida nihoyat oz kuchlar bizni qo'llayotidi. Vaqt kelganda rost tashqi kuchlar bizni Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llamadi. Nima uchun? Okey, to'g'ri deysiz. Hozirgacha bizni bir qo'llayotgan, ya'ni bir davlat, tashqi kuch yoki boshqa bir davlat yo'q mustaqilligimizni, ya'ni bu xalq mustaqil bo'lsin deb bizga yordam berayotgan, mustaqilligimizni qo'llayotgan bunday bir kuch hozirgacha yo'q. Va inson haqlarini qo'llayotganlar hozirgacha bo'ldi. Ammo bu g'arb davlatlari bizni qo'llab kelayotgan, bu Amerika boshliqda. Amerika asosan bizning inson haqlarimizni qo'llab kelayotgan. Lekin bu Amerikaningki bu Isroilga yordam qilishi bilan G'azodagi qirg'inchilikqa Amerikaning yordam qilishi bilan kichik bolalarni o'ttirishiga Isroilningki Hamas hujum qildi. Sivilyanni o'ltirib o'tib emasmi bu yerda xalqni-chi. Shuning bilan bu inson haqlari degan yana inson haqlarini Amerikaning ko'tarib chiqib bu dunyodagi demokratik bir qimmat qarashini yana o'ttirg'i qo'yishga ancha bek yuzi qolmadi. Bu jihatda Amerikaning bek yuzi tushdi-chi haqiqatan. Endi Amerikada bizning inson haqlarimizni yana ko'tarib chiqib Uyg'urlarning inson haqlarini ba'disa, aniqlam shu xuddi Kanadaga indigenizning haqqini ba'dab Xitoy bir nimdis indigenizning haqqini bermamsa deganda, ammo Kanadaga indigenizlarning butun narsalarni beryapti hozir. Amerikagami sen o'zingdan so'rab bu gapni, menga inson haqlari to'g'risida dars o'tadigan eng oxirgi son person, eng oxirgi odam sen deydi-da, cho'qim Xitoychi. Shuning bizning endi bundan keyin inson haqlari to'g'risida inson haqlarini ko'tarib chiqib chiqilishimizmi dunyoda, chunki bizni birdan bir kuchli qo'llayotgan Amerika bo'lgan ekan, bizlar tas bo'ladi. Boshqa davlatlar balkim deyalishi mumkin, ammo Amerika boshchiligida inson haqlarini ko'tarib chiqishimiz tas bo'ldi. Ammo mustaqilligimizni deganda mustaqilligimizni bugunga qadar davlatlar qo'llagan, lekin bu qat'iy hech qanday davlat bizning mustaqilligimizni bundan keyin qo'llamaydi degan narsani bermaydi. Hozirgi xalqaro vaziyatning o'zgarishiga qaraganda bu narsa ikki sabab bor bizni qo'llamasligida hozirgacha deb o'ylayman. Birinchi sabab bizning o'zimizningki
bir mustaqillikqa vakillik qilgan bir meşrulashgan kuchimizning bo'lmaganligi birlikka kelgan. Ya'ni xalqimizning milliy irodasini biz dunyoga butun xalqimizning milliy irodasi, orzusi birdan birlam shu mustaqillikdan boshqa bizning hech qanday yo'limiz yo'q degan bir orzuni bir meşru organ bilan, ya'ni bizga vakillik qilgan xalqning irodasiga vakillik qilgan bir meşru organ bilan xalqaro dunyoga chiqolmadik. Bu birinchi sabab. Buni chiqolmaganda bu biz o'zimiz arzu qilmasak, o'zimizning xalqi bu mustaqillikni arzu qilmasa, nima bo'ldig'ini dunyoga aniq demasa, albatta bizni qo'llamoqchi bo'lgan tashqi kuch buni qo'llamaydi. Nimishga desa, bu bizni qo'llab qo'ygan bilan vaqt kelganda u xalq o'zi xohlamasa bekor ketadi, qo'llag'uncha. Shuninga uni hargizmi avval o'zinglar birlik kelinglar deydi. Nurg'un kuchlar masalan Kürtlarni birden turib deb bermem, men Kürtlarni tashib o'tishdagi sababning birisimi, andilik bu asosiy sabab bo'lmagan bilan bahona bo'lgan. O'zinglar ishki jihatdan birlik kelamidinglar debchi. Bunda ayliqi bütün xalqning orzusiniga vakillik qildigan, birlikka kelgan bir kuchning bo'lmasligi bu pek muhim rol o'ynaydi. Ikkinchi bir sabab hamda dunyoda tashqi kuchlarning bizni qo'llamasligiga ikkinchi sabab bu aniqlam bizningki lobbichiligimiz. Ya'ni biz qanday anglatdik, anglata oldikmi? Masalan, Isroil lobbichiligining qanday kuchli bo'layotganini, Amerikaning nima qilg'izib etganini hozir ko'ryapmiz. Shuning uchun bizmi o'zimizning lobbichiligini biz mustaqil bo'lsak, bu davlatlarga bizni qo'llamoqchi bo'lgan, masalan, bir davlat bizni qo'llamoqchi bo'lsa, uning nima foydasi tegadi? Biz bilan manfaati, bizning mustaqilligimiz bilan manfaati nada kesishadi? Buni anglata olishimiz kerak, ya'ni xuddi İsrail Amerikaga lobbichilik qilib o'zini ishini qilg'izayotganda bizmi boshqa davlatlarga anglata olishimiz kerak. Hozirgacha bular faqat qimmat qarshi axloqiy prinsipi tufaylidan bizningki inson haqlarimizni qo'llab keldi. Masalan, inson haqlari xalqaro mundaq uni desam bo'lmaydi, buni desam bo'lmaydi. Ammo biz mustaqilligimizni davlatlarning manfaati uchun bizni qo'llamoqchi bo'lgan kuchning manfaatiga geostrategik jihatdan, geopolitik jihatdan yoki boyligimiz jihatdan yoki boshqa jihatlardan qanday bir foydasi yoki manfaati bo'ladiganini, biz mustaqil bo'lsak dunyoga qanday foydasi bo'ladiganini yaxshi anglitib lobbichilik qila olsak, u vaqtida bu yana davlatlar qo'llaydi tashqi kuchlar. Onun için üçüncü sebep yana qaytlayman, shu davlatlar o'zi vaziyat to'g'ri kelib xalqaroda deb bizning lobbichiligimizdan boshqa shu davlatlar o'zi bu ya Sharqi Turkiston mustaqil bo'lmasa mening xavfsizligim manda tahdid kuchraydi degan bir xavfsizlikni, mening manfaatim, dunyodagi manfaatim manda tahdid kuchraydi degan bir nimani his qilgan vaqtida, shuni taqalgan, shuna bo'lib qolgan vaqtida vaziyat onun için qo'llaydi. Masalan, dunyodagi hozirgacha 2-Dünya urushidan keyin 80dan ortiq davlat mustaqil bo'ldi. Mushlarningki ko'pinchisini shu tashqi kuchlar o'zining vaziyatiga to'g'ri kelib qolgan yoki lobbichilik qilgan ideologiya jihatdan sabablar, ashta sabablardan qo'llash orqali mustaqil bo'ldi. Bularning nurg'uni shu ba'zilarini hamda Sovet o'zi tashiyotgan yoki boshqa Malayziya, Singapurni bo'lib chiqayotgandek bunday ishlar bo'lgan bilan jiqi shu yanalam tashqi kuchlarning yordam qilishi bilan bo'ldi. Chunki baribir besib olgan davlat kuchli bo'ladi, uningga qarshi turayotganlar ojiz bo'ladi, o'zi yolg'iz o'zi mustaqil bo'lamaydi emasmi? Shuningga yanalam boshqalarning dunyoning vaziyatining yordamiga ehtiyojimiz bo'ldi. Mushu hamma narsa pishib yetilgan vaqtida bu aniqlam tashqi kuchlar qo'llaydi mustaqilligimizni. Cho'qim bu davlatlar bizning mustaqilligimizni qo'llamaydi ekan, onasi taqishib qolgan, manasi taqishib qolgan degan narsalar conditional, ya'ni shartlik o'zgaradigan narsalar-ku. Unda bo'lsa bir nuqta kim qolganda urg'u qilishganim tashqi kuchlarning Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llashi xalqaro qonunga yoki o'zining davlatlarining qonuniga xilofmi? To'g'ri so'zlab bergan bo'lsangiz. Okay, shu xalqaro qonunlarga qo'llashi uchun cho'qim xalqaro qonunlarga tushish kerak. U deganlik shu davlatning qo'liga bir ko'z chiqishi kerak bizni qo'llash uchun-chi. Sen xalqaro qarshi tarafga xalqaro qonunda manda deganda bir biz cho'qim xalqaro qonun bu mushu qonunda mushta yozilganligi uchun bu ishlaydi. BDTning butun qonunlari ishlab ketadi deganlik emas. Ammo bu BDTning qonunlarini davlatlar ko'z qilib ishlatadi, o'zining manfaati uchun ishlatadi. Shunga mushu qonunlarga tushishi kerak-chi. Uning ustiga bizningki hozir tashqi kuchlarning bizning mustaqilligimizni cho'qim qo'llaydi deyishimizga sabab bizning mustaqilligimiz xalqaro qonunlarga Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi butunlay tushadi. Nimishga deganda eksternal, ya'ni tashqi jihatdan mustaqil bo'lish
öz taqdirini o'zi belgilab mustaqil bo'lish, ya'ni ishki jihatdan emas, tashqi jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilash degan shu mustaqillik degan gap. Shunday bo'lish degan cho'qim bu mustamlika qilingan davlatlarga qaratilgan. Sharq Turkiston mustamlika qilingan bir davlat, bir xalqda ham davlat. Lekin bu bunda bo'lganligi uchun bu xalqaro qonunda Xitoy o'ziniki xalqaro qonunda yana bir qonun bor emasmi? Odatda davlatlar shu biz bir xalqning mustaqil bo'lmoqchi bo'lganini qo'llasak, ular darhol mening zimin butunligimga daxl tariz yetkizdim degan narsani ko'tarib chiqib oldimni to'saydi deb qo'rqib qilmaydi-chu. Buni deb shuni bosh og'riqi bo'ldi. Undan keyin boshqa kuchlarni undasa sen mening zimin butunligimga ta'sir yetkazsang, menmi sening zimin butunligingga ta'sir yetkazaman. Sana sening davlatingdagi mustaqil bo'limiz yoki u bo'limiz bu bo'limiz degan kuchlarni qo'llayman deb Xitoy bunday qildi emasmi? Masalan, Xitoyni olsaqchi. Masalan, Turkiyaga kurdlarni ko'tarib chiqibdi Xitoy. Ben mi Kürtlarni qo'llayman deb. Amerika yoki Kanada boshqa davlatlar ne zaman qachon Sharq Turkiston masalan deyolmaydi. Men ba'zi siyosatchilar bilan ko'rishgan. Ularning deyolmasligi sabab biz unda desak saniliqi bo'lgunchilarni qo'llab yutibsa deydi. Davlat butunligimizga xalqaro qonundagi davlat butunligimizga daxl tariz yetkizdim deydi. Shunga biz qonuniy asosimizni aniq qilib, hamma siyosatchi, hamma davlatning adami bizning qonuniy asoslarimizni qo'lida ko'tarib yurmaydi. Bu manda bo'lgan xalq deb bizning ishimizni ular qilmaydi. Biz o'zimizning ishini o'zimiz qilishimiz kerak. Ularning qo'liga qonuniy asoslarni biz tayyorlab, biz avatib lobbichilikni men boya degan yaxshi qilishimiz kerak. Ya'ni Sharq Turkistonning unda Xitoy degandek, masalan Xitoy ularga ashta anglatibdi, bular hech qachon mustaqil bo'lmagan, bu Xitoyning ayrilmas bir qismi, azaldan Xitoyning bir parchasi deb shuni anglatdi. Shunga bizmi uningga qarshi hech qachon biz Xitoyning bir qismi bo'lmaganligimiz, tarixiy va qonuniy jihatlardan Xitoyning bizga tajovuz qilib kirib olganligini aniq anglatishimiz kerak. Bunda bo'lmagan ahvol ostida bu ya masalan boshqa davlatlar bizni mustaqil bo'lsin deb mustaqilligimizni qo'llasa, u nima chiqib, Xitoy chiqib, mening davlat butunligimga ta'sir yetkazdi bular deb turib oldi. Endi davlat butunligi migimga ta'sir yetkazdi desa, biz qo'pib sening davlat butunligingga ta'sir yetkazmadik. Bu ya chunki biz sening zaminingdan ayrilib chiqimiz deyotmaymiz, sen bizga kirib olgan, biz sana kirib olmadik. Ya'ni bu sen qurolliq tajovuz qilib kirgan deb bularning qurolliq tajovuz qilib kirgan mustamlika bo'lgan bir xalq ekanligimizni isbotlashimiz kerak. Endi hozir biz qirg'inchilik uchrayapmiz. Odatda xalqaro qonunda qirg'inchilikqa uchragan xalqlar cho'qim mustaqil bo'lish kerak degan aniq bir qonun yo'q. Aniq yozilganda, lekin nurg'un qonunlar mushu tashqi jihatdan bo'lamdi, ichki jihatdan bo'lamdi, o'z taqdirini o'zi belgilash to'g'risida yozilgan qonunlarning ko'pinchisi Genocide Convention, ya'ni qirg'inchilik qonuniga bog'landi. Nimishga desa, chunki qirg'inchilik xavfsizlikni keltirib chiqardi insoniyatga bo'lgan. Bu o'z taqdirini o'zi belgilash qonunlarining ko'pinchisi shu xavfsizlik, tinchlikni o'rnatish uchun maydonga kelgan, shu bog'landi. Lekin aniq qilib cho'qim mustaqil bo'lsin, qirg'inchilik bo'laversa demagan, ammo bu hali qo'g'dinilishi kerak degan shunga ilqi davlatlarning qo'g'dash qonunlari bo'yicha qirg'inchilik bo'layotganda cho'qim tinchlik qismlari kirish kerak nimaga shu qirg'inchilik bo'layotgan yerga. Ammo bizninkiga u Xitoyniki Xitoy qilayotgandan keyin bizga qirg'inchilikni bizninkiga unda qirg'inchilik bo'layotibdi deblam tinchlik qismlarining kirib, tinchlik qismlari odatda kirsa bular mustaqil bo'lsin deb kirmaydi. Shu qirg'inchilikqa uchrayotgan xalqni qo'g'dash ashadi uchun bir betaraf rayon turg'izish uchun kirdi. Endi bizga undami kirishi bektas, chunki unda kirishi uchun cho'qim u 5 davlatning xavfsizligidan tinchlik qismlari kirsin deb qaror chiqish kerak. Ammo bizga Xitoyning veto poweri bo'lg'ashqa, 5 davlatning ichida Xitoy bor bo'lg'ashqa, uni kirgizmaydi, unda qarorni chiqarg'izmaydi. Shunga tinchlik qismlarining kirishimi bektas. Kosovoga kirmagan, masalan, Kosovoga NATO kirgan, u kirmagan deb unda UNning BDTning tinchlik qismlari. Ammo Kosovoning ahvolidimi nima? Bu Sibiriya qo'pib davlat butunligimga ta'sir yetkazdim, nima? Sibiriya bog'i davlat butunligimizga ta'sir yetkazdim, bular mustaqil bo'lsa bo'lmaydi deb tursa, u ahmoqan. Nimishga desa, sen bularni mustamlika qilgan ya'ni sening davlatingning ichidagi bir xalq emas bu, burunqi Yugoslaviyaning ichidagi xalqdi. Yugoslaviya parchalanib ketdi.
u yerda Yugoslaviyaning davlat butunligiga ta'sir yetkazdik degan bir narsa chiqmaydi dedi. Shuning bilan u nimaga Kosovo mustaqil bo'lib qoldi. Bir ya'ni demoqchi bo'lganim bu yerda bir qismlarning kirishi bilan bir xalq mustaqil qivatmaydi u yerga kirib u yana diplomatik munosabatlar bilan yana bir muncha bu xalq mustaqil bo'lishi kerakmi, bo'lmasligi kerakmi deb nurg'un proses, ya'ni jarayonlar ketadi uningga. Shuning bizningki hozir bu yerda shu qonuniy jihatdan aytsak, Sharqiy Turkiston to'liq tushidi. Qonuniy asosimiz bor, tarixiy asosimiz bor. Chunki Xitoy bizni mustamlika qilib kirganini isbotlay olamiz qurolli kuch bilan kirganida Xitoyniki. Undan keyin bu xuddi masalan men misolab bersam, boshqa masalan Vastan Sahara degandek davlatlar bor. Hozir 20% bo'lsa-mu o'zining tuproqining o'zi boshqurdi, Morokkodan mustaqil bo'laman deganchi. Ondan keyin ashumu masalanga burun bir bizdek undaq u ya Ispaniya chikatgandan keyin mustaqil bo'lmasa Morokko mening yerimda deb turib elib ular nim talashyotdi. Ular bir davlat bo'lib baxmagan bizdek. U yerda qabilalar yashagan. Ammo ularning bir sistemasi yo'q ekan. Cho'qim nation state bo'lmagan taqdirdami, bu yerda o'zini o'zi idora qilib yashagan bir xalq bo'lgan. Ispaniya kirishdan burun bular o'zini o'zi idora qildi. Ispaniya chikatgandan keyin mustaqil bo'lish kerak dedi. Chunki Ispaniya men chikatdim, mustaqil bo'lsa bo'ladi deb bular taraf tutdi. Chikatgan Ispaniya. Manju hech qachon Xitoyga Ispaniyami uni Morokkoga berib etmagan. Shunga BDT'dan bu Vastan Sahara, G'arbiy Sahara mustaqil bo'lsa bo'ladi degan qaror chiqdi-chu. Ashta chiqdi, 40 dan ortiq davlat e'tirof qildi. Hatto ular shu mustamlika bo'lganini tarixiy jihatdan unda aniq isbotlay olmaydigan turib, ya'ni bir nation state davlat qurgan bir xalqligini, ammo o'zini o'zi idora qiladigan xalqda boshqalarning qo'lida emas. Ashta turib ashlar mustaqil bo'ldi. Mustaqil emas, 20% bo'lsa-mu o'zining yerini o'zi nima qilyapti hozir. Onkin buningga bizningki Xitoyga qarasak, Xitoyga bu manju bir Xitoyga sening olsun deb qo'shqo'llab bizni berib atgan bir mandatoriy bir narsa yo'q. Manju imperiyasi chiqatgan vaqtida. Xuddi Ispaniya Morokkoga berib atmagandaklar, manjumi bizni u hozir kommunist Xitoyga o'tkazib bermagan. Uning ustiga bu kommunist Xitoy kirishdan burun u yerda biz o'zimizning yerini o'zimiz idora qilayotgan bir 20 dan ko'proq, ya'ni mustaqil qilib bo'lgan bir xalqdik, nation state qilib bir davlat qurib bo'lgancha. Shunaqa biz tarixiy jihatdan yaqin tarixdagi ish bizniki. Uning ustiga bu decolonization, ya'ni 2-Dunyo urushidan keyin butun mustamlika qilganlar, o'zi mustamlika qilgan yerdan chiqib borgan, bir vaqtda Xitoy kirib bizni mustamlika qilyapti. Hamda dunyoda mustamlika tugusin degan vaqtda biz va ta'tirlikni jahonning biz mustamlika bo'lgan xalqda. Shuning bu narsalar nihoyatda aniq o'tirib turibdi. Bu xalqaro qonun jihatdanmi Xitoy nim qilolmaydi masalanchi. Biz cho'qim o tashqi kuchlar bizning nimimizga qo'lig'i bir ko'z bera olamiz, ya'ni Sharqiy Turkiston qonuniy jihatdan asosi va tarixiy jihatdan asosi va mustaqil bo'lsin, mustaqilligimizni nimishga qo'llamaysa degan bir asosni bera olamiz. Shuning tashqi kuchlar tarixiy jihatdanmi bizni qo'llaydi. Eritreya shunday bo'lgan masalan. O'tgan qatimliq nimada ishkimizning ziyoratidami dal mush to'g'riliq siz aniqlashib bergan ekansiz, o'ylab baqsam. Unda xusus sizning hozir bergan javobingizda mundaq bir muhim nuqta chiqdi-chu. Xitoy bizning Sharq Turkiston mustaqilligini, hozir bizga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligini o'zining ishki shaklda ko'rsatib, bizning mustaqillik yo'limizga to'salg'i bo'lgan ba'zan toshlarni tiklab qo'ygandek, to'salg'ilar tiklab qo'ygandek holat shakllanibdi. Undaqsa Xitoyning ishi bilan mustamlikada qolgan xalqlarningki, masalan Sharq Turkistonliklarning mustaqilligi uchun kurash qilishining farqi nima? Misollar orqali tushuntirib bergan bo'lsangiz. Ikkisi birishmi? Masalan, hozir bizningki mustaqilligimizni qo'lga keltirimiz deyotganini Xitoy ishki ko'rsatish orqali xalqarani besyapti. Masalan, nurg'un davlatlar mustaqilligimizni qo'llaymiz desam, ammo Xitoy meni ishimga aralashmaysa deganligi uchun xalqarалық jamiyat deymiz, davlatlar to'xtab qoldi, chunki mustaqillikni qo'llashdan. Eg'iz yepilib qoldi, yani siz o'tib ketdingiz. Boya dedim, mustaqilligimizni qo'llashimizningki farqi nima? Biz ishga nim bilan farqi mustaqilligimizni qo'llashimiz, o'zimizning mustaqillikka erishishimizda kurash qilishimiz Xitoyning ishga kiramdi. Albatta kirmaydi, boyami dedim. Shuning uchun biz
tashqi davlatlar o'zining manfaatiga to'g'ri kelib bizning mustaqilligimizni qo'llayman degan ahvol ostidami, ularning qo'liga bizning tarixiy asosimizning, ya'ni bizning mustamlika bo'lgan xalq Xitoyning bir qismi emas, biz Xitoydan parchalanib chiqyapmaymiz. Xitoy bizga kirib olgan, biz Xitoyga kirib olmadik. Mana tarixiy faktlar. Mana ya'ni butun dunyoda mustamlikadan qutulayotgan vaqtda Xitoy bizni mustamlika qilib olgan. Biz bir qismi emas degan tarixiy faktlarni, qonuniy asoslarni Xitoyning oldiga qo'ya olishimiz kerak. Ya'ni bu deganlik bizning shu mustaqil bo'lish da'vorimizni meşrulashtirish xalqarada. Ya'ni meşrulashtirish degan davlatlarning boshqa davlatlarning bizni Xitoymi kolonializm qilyotdi, ya'ni Sharq Turkistonni besib olgan. Bu Sharq Turkiston Xitoyning bir qismi emas. Deb hozir Xitoy nega bo'lsa One China policy deb bizni azaldan ayrilmas bir qismi deb ching turib elishidiki, sababmi shu. Bir davlat chiqib, bularning mustaqilligini qo'llab ketmasin. Shunga men dunyoda Sharq Turkiston, ya'ni Xinjiang Jungoning ayrılmaz bir qismi degan narsani tamg'a qilib urib yetmaydi demoqchi. Shunga biz ash tamg'ini yo'q qilishimiz kerak. Xitoy uni meşrulashtiryapti dunyoda. Biz Sharq Turkiston Xitoyning bir qismi emas deganni meşrulashtirishimiz kerak bundan keyin. Şu hazır qarab baxsak bizning davoyimizda aksi bo'lyapti-chu. Sharq Turkistonning mustaqilligini meşrulaştirishdi yo'q, balki bizni hozir masalan Uyg'ur minority asalliq bir millat yoki indigenous xalq deb Xitoyning ichki ishida ko'z tutishga tirishayotgan bir shakldagi da'vo yo'nalishini ko'rayotgan bo'lyapmiz. Shu to'g'ri azar bir misol elib, shuning bizga olib keladigan ziynini, endi biz Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish jarayonida meşruligimizni qanday tiklashimiz kerakligini, xalq buningga qanday harakat qilinishi kerakligi to'g'ri bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Agar biz shundoq biz o'zimizniki mustaqillik davosini aniq o'tirib qo'yib, Xitoy bizni bir osonlik millat bizning ishga ishimiz deyotgan vaqtda meşrulashtirib atganda Xitoyning og'zi bo'yicha butun dunyo buningga ergishib, bizni Xinjiang deb atab, Sharq Turkistonni shu Sharq Turkiston deb ismimizni atig'ini unutmay, hatto Xitoyning bir o'lkasi deb, u yerda osonlik millat deb, Xitoydagi Uyg'urlar, Xitoydagi musulmonlar yoki Xitoyning Uyg'ur rayoni deydigan mundaq qilsa, mavi kimlik beshimizga tamg'i bo'lib urilib ketadi. Xitoy bizga chaplayotgan kimlik bu-chu. Buni butun xalqaro dunyo buningga ergishib menyapti. Biz xalqaro dunyoga bizmi o'zimizning lobbichilikni qilishimiz kerak. Xitoyning ma'nosini, Xitoy buni meşrulashtiryapti-chu hozir butun dunyoda official qilib. Chunki sen Xitoyning hozir unda deysiz, sen rost Xitoyning bir o'lkasi go deydi. Ya men o'zim xalab o'lkasi oldimmi? Meni besib olgan tursa, sening qonuningda bu mustamlika yo'qolsin deyotgan vaqtda bizni mustamlika qilgan tursa, bu Xitoy deganlik uchun uning degani bo'lamdi. Mening haqqim qayerda qoldi deyishimiz kerak deb bizmi o'zimizningki cho'qim shu mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi, mustaqillikdan boshqa tanlash yo'limiz yo'q. Uning ustiga Xitoy qirg'inchilik qilayotgan ekan. Ondan keyin bu yerda biz mustaqillik bizningki qonuniy huquqimiz, tarixiy huquqimiz, bizningki egilik huquqimiz bu degan narsani bizmi meşrulashtirishimiz kerak. Agar meşrulashtirmay ashta ketaversa, biz hargizmi mustaqil bo'la olmaymiz. Hatto Xitoy bizga avtonomiyani bergan taqdirdami, avtonomiya bermaydi-ku Xitoy, chunki Xitoy bir demokratik davlat emas. U avtonomiya berish uchun bizningki siyosiy huquqlarimizni bera olish kerak. Bizningki bilet tashlaydigan, Xitoyning shu cho'ng siyosatiga aralasha oladigan huquqlarimizni bera olish kerak. Xitoyda faqat Birlik Kommunistik partiyasi bor, bir autokratik davlat. Bunda bo'lganligi uchun unda avtonomiya huquqlarini berolmaydi Xitoycha. Unda bo'lish uchun Xitoy demokratiyaga kirish kerak. Sistemasi butunlay o'zgarish kerak. U o'zgarmagan hozirgi bir partiyalik sistemda bizga siyosiy huquq berolmaydi u yerda o'zimiz bilet tashlab naslanga bir cho'ngroq avtonomiya oldigancha. U mumkin emas. Butun sistemasi o'zgarsa bo'ldi uni berish uchun. Shu avtonomiyani berilmeydi. Ama Xitoy demokratiyaga kirdi deylik. Biz avtonomiyani aldık, avtonomiya huquqini berdi deylik. Avtonomiya huquqini berme, anandan keyin asta-asta sening avtonomiya huquqing bo'lgandan keyin biz shu huquqni evilib, kuchlanib mustaqil bo'lamiz deydiganlar bor. Kuchlanib mustaqil bo'lamiz degandimi, u bizga tez to'xtaydi. Chunki u vaqtida Xitoy deydiki, dunyomi deydi. Bizni boshqa dunyoning qo'llashini tez qo'lga keltiramiz. Bu sizlarni qirmasa, o'ltirmasa, huquqinglarni bergan tursa, Abikadın ziminni bölümüz deb nimaga urushsizlar, Xitoy bermayman, unda qilsam urushma deydigan tursa. Deb biz qo'llamaymiz. Sizlar shu nimaning bir nationi bu huquqni barobar bo'lganki yashayvermamsizlar deydi-chu. Masalan, bizning Quebeclar mashta. Quebecninki nima? Nation degan, ya'ni shu davlatga mansub nation xalq degan boshqa narsa.
u yerdagi people boshqa bir bundaq etnik xalqlar degan boshqa narsa ikkisini. Quebecning masalasida Quebecning tili masalan fransuzcha gap qildi. Aniki millati fransuz, boshqa nimasiga o'xshamaymiz. Shunga biz mustaqil bo'lishimiz kerak degan bo'lsa-mu, bularninkini dedi, chunki bütün huquqlaring bor. O'z oldinga konsulat chalaysan masalan deydi. Shunda hatto Kanadadagi boshqa xalqlardan, boshqa o'lkalardan jiqaroq huquqi bor bularning. Unda haq huquqlaring, avtonomiya hamma narsang bor turib, yana bu davlatdan yana mustaqillik olaman desang, sen mush davlatning bir nation, seniki qonuniy huquqing, iqtisodiy huquqing hammasi qo'g'dilyotidi boshqa xalqlarga o'xshashlar. Shunga bu yerda sen mustaqillik qilaman desang, uni ustiga bu yer tarixiy sening bir ayrim bir zimining emas. Bu ichidan parchalanib chiqish, ya'ni secessionga kirdi-ku bu. Sen xalqning davlatidan parchalanib chiqaman deyapsan. Uning berish ta'siri. Ammo constitutionga kirgizdi. Agar keyin bir referendum bo'lgan vaqtda butun xalq bilet tashlab buningda siyosatchilar mustaqil bo'lsin deyishga to'g'ri kelsa, xalq bilet tashlab hammasi bu masalan 50%dan jiqadam majority bu mustaqil bo'lamiz deb turib olsa, mustaqil bo'lish huquqi bor deb. Xuddi Sovet burun respublikalarga shunda kirgizgancha, respublikalar mustaqil bo'lamiz deb referendum bo'lsa, vaqti kelganda mustaqil bo'lsa bo'ldi deb. Shunga Sovet parchalanganda nurg'un respublikalar mustaqil bo'lib ketdi. Shunga o'xshash. Endi bizniki Xitoy parchalanmay faqat bir demokratik davlat bo'ldi deyli, demokratiya kirdi deyli, ammo bizga avtonomiya huquqlarini bergan taqdirdami mustaqil bo'lishimiz bizga tas bo'ldi. Uning ustiga birinchidan shu Xitoy ashta deb turib oldi, dunyomi u vaqtda qo'llab ketmaydi bizni. Nim sababdan qo'llaymiz, sening ham huquqing bor deydi. Ammo o'zining manfaatiga to'g'ri kelib mushlar mustaqil bo'lib qolsa, menga bunda bir narsa foydasi bo'ldi ekan deb qolsa, tang uni uqmadim endi. Lekin Xitoy demokratiyaga kirsa, demokratik davlatlar urushmaydi degan bir narsa bor. G'arb davlatlari bilan do'st bo'ladi. U vaqtida endi do'st bo'lgan bir davlatni boshqa kuchli g'arb davlatlari xafa qilishni xohlamasligi mumkin. Unda bo'lgankin u vaqtida biz ojiz kichik xalq kim qo'llaydi da? Xuddi nurg'un kuchlarni mashina ojiz kichik bo'lg'achqa qo'llamagan tarixda bizga shunday bo'ldi. Shuning bizningki mustaqil bo'lishimiz avtonomiyani ap bo'lib, texmi tas bo'ldi. Uning bizning xalqning xarakteridan aytgandimi, qon to'kishni burunmi qilgan bu tarixda. Biz qon to'kib nima ish qilamiz? Huquqimizni bergandikin bo'ldim, shuni shukur qilib yashaymiz deydi-ku. Mustaqillikni qo'llab o'tirib chiqadigan xalqmi qolmaydi mencha. Shu unda bo'lganda texmi tas bo'ldi. Mesela bu doğru sorulardan nurgun sorularım var deyip ve kuşak noktalar kirip getirkenimiz özellikle tiyarlıgan mühim sorular kapı kalırken şunu diyen bir soruga ötsek, hazır siz Şarkı Türkistan'daki xalqarалық qonundagi mustaqillik huquqi, egilik huquqini tiklash huquqi to'g'ri so'zildingiz. Bizning xalqarалық qonunda bizning egilik huquqimizni tiklash huquqimiz bor, bizning xalqarалық qonunga tushidi dedingiz. Unda bo'lsa, xalqarалық qonunga tushmagan ama o'zining egilik huquqini asliga keltirgan yoki mustaqillikka erishgan davlatlar bormi? Buni misollar qilib tushunib bergan bo'lsangiz. Xalqaro qonunga Dediniz xalqaro qonunga tushmay turib o'zi mustaqil qilgan dedingizmi? Unda davlatlar xalqaro qonunda masalan siz mustamlika bo'lmagan bo'lsangiz, mustamlika bo'lmay turib bir davlatning ichida yashayotgan xalq bo'lsangiz, sizga hech kim tajovuz qilmagan, ammo siz shu davlatning ichidagi xalq bo'lsangiz, mustaqil bo'lmay bo'linib chiqmay bu yerdan desangiz, xalqaro qonun uni qo'llamaydi. Faqat mustamlika bo'lgan xalqlarning mustaqil bo'lishini qo'llaydigan qonun bor. Bu tashqi jihatdan mustaqil bo'lish degan, o'z taqdirini o'zi bilan mustaqil bo'lish degan. Ammo davlatlar manfaatiga to'g'ri kelib qolganda cho'ng kuchlar bundalarni mustaqil qilgan ishlar bor. Ya'ni o'sha boshqa tashqi kuchlarning manfaatiga to'g'ri kelib qolganda. Abzaxiya hamda burun tarixda biz mustaqillik deydi, lekin uni hech qanday xalqaro bir isbotlayolg'ini yo'q. Rus o'zining manfaatiga to'g'ri kelgachga Georgiyani kuchlanib ketmasin deb amaliyotda Abzaxiyani Sovetniki respublika emas, u avtonomiya, Sovetning bir nimasida yo'q, qonunda mustaqil bo'lsin degan narsa yo'q. Uni Rus masalan vassal state qilib mustaqil qilib qo'ydi-da. Boshqa dunyodagi boshqa davlatlar e'tirof qilmagani bilan u mustaqil. Masalan, Transnistriya Moldaviyaniki Moldaviyaning atrofidagi davlat, Rom bilan Moldaviyaning o'rtasidagi yabago. Shu yanimi Rus aholisi bir kunda mustaqil qilib yetalaydi hozircha. Chunki Ruslarga bu davlatning o'rni davlat emas, hamda shu Transnistriya degan rayonning o'rni Moldaviya bilan Romning o'rtasida boshqa, Moldaviya bilan Rom birlashib ketadi deb, chunki Moldovanlar Rom bilan o'xshash emas, Romaniya bilan. Birlashib ketadi deb Rom deyman, Romaniya bilan.
birlashib ketadi deblam bu yana o'ttirda buffer zone qilib tutib turish uchun Rossiya bor bu birlashib kuchlanib ketishni xohlamaydi Romaniya bilan qitilib ketishni. Shu bu tranzistraga bekorlik gaz berdi ruslarchu. Undan keyin iqtisodiy jihatdan shunda qo'llaydi. U yerda askariy kuchi bor, mustaqil deklar u ya, lekin faqat mustaqil state debchi o'zini e'lon qilmaganligi yeri bor. Ammo e'lon qilib buni ayrim bir davlat qilib ketaman desa, rus qila oladi masalan, qilib etalaydi uni. Undan keyin mau Bangladeshchu. Bangladeshmi bu asli Pokistonning bir yeri. U biz Pokiston bizni mustamlik qilib olgan deb isbotlaydigan tarixiy asoslari to'liq emas ularningki. Pokistonning ichidan bo'linib chiqqan haq u. Uni shu Hindiston qo'llag'ashga mustaqil bo'lib ketdi o'z vaqtida. Hindiston yordam qilmagansa ularning mustaqil bo'lishi bek tas bo'lgan bo'ladi. Uning ustiga mau abayani nima transistor degan ne shu masalan Sovetniki 1900 qancha yil bo'lindi Sovet 90 yil bo'lindi 91-yilda bir tuzgan bir nimasi borchu bir treatydak nima kelishimnomasidek bir narsa bor. Belovochka odamda Belovich odamda Belovichmi unutib qoldim ruscha Belovich akkord damdi shuna bir narsa bor bir kelishim. Shuningda bu Sovet nima qilingan vaqtida, parchalangan vaqtida Moldaviyaning chegarasini to'naymiz deb degan bu kelishimdachu. U Moldaviyaning chegarasini ichiga transistor degan yer kirkitdi asli. Ashta kirkitadigan tutsa, to'naymiz degan shunda bir kelishimni tuzlik etgan xalqaro e'tirof qilingan ahvolda hozir transistorning bo'linib chiqishi qonunsiz butunlay. Ashta ahvoldami Rus transistorga ayrim bir davlatdek muomala qilib, ayrim bir davlatdaklik qilib qo'ygulik hozir. Gazni bekor oldi Rusdan. Rusning askariy kuchi turdi u yerda. Butun narsa Moldovaga qarashliqdak emaschu ular. Rusning bir ochiq kelsa ularni yana e'lon qilmasmi? Masalan, faqat e'lon qilmaganlar yeri bor shu davlat debchu, shunda kuchli shu nimasi bor. Shuningga bu ba'zi nurg'un davlatlar xalqarodagi qonunga tushmagan ahvol ostidami mustaqil bo'lamiz degan xalqlar. Tashqi kuchlarningki ehtiyojiga to'g'ri kelsa, xalqaro vaziyatning ehtiyojiga to'g'ri kelsa, yana mustaqil bo'lib qolgan ish chiqadi. Endi bu deganlik bizning xalq bunda desa, voy shu tashqi dunyoning bir davlatning shu nimasiga manfaati kelsa, biz jim o'ttasaqmi o'zi qilib qo'ydi. Ya'ni biz qonun deganmi ishlamaydi. Qonunga tushmasakmi, hech nima qilmasakmi, baribir xalqning manfaatiga to'g'ri kelmasa biz bo'lolmaymiz. Xalqaro vaziyatga to'g'ri kelganda bo'lib qolamiz. BDTning qonuni bekor gap, bizning u kuchigan qilgan bu yerda faoliyat masalan lobbichilik qilishlarimiz dunyoda Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun organize bo'lishimiz, qilayotgan harakatlarimiz bekor gap, baribir shu yana xalqaro vaziyat bir yerga kelganda bo'lib qolamiz deb munda gap qiladigan xalqlarimiz bor. Mana ismi ketib qoldi bu. Shuna yaxshi bo'layotgandi. To'xtab turma, ekran ketib qoldi. Endi yaxshi bo'ldi. Pastga qarab qoldi. Bumi deb bir minut. Unda bo'lsa hozirgi javobingizdan xalqaro qonunga tushmasimi? Agarda davlatlarning ehtiyojiga kelib qolgan vaqtida yana mustaqilligini qo'llaydi degan bir javob chiqdi. Unda bo'lsa mustaqilligini qo'llagan taqdirdami bu davlatlar mustaqil bo'lgandan keyin xalqarodagi davlatlar e'tirof bir minut turgan tuman ismim ekranni o'chirib bir minutda turma deyman. Kompüter bilan kirsam, telefonda kirgandim. Nasib bo'lmay qoldi. Biz davomli Ruqiya xonimdan tez bo'lgan savollarni so'raymiz, lekin biz tafsiliy javob berib, tarixiy nuqtadan xalqaro munosabatlar nuqtasidan yana kelib eng muhim bo'lgan xalqaro qonun nuqtasidan bizga yaxshi javoblarni berib keladi. Bizning bu Ruqiya xonimdan bo'lgan ziyoratimiz davomli turda inglizchada hard talk deb qo'ydi. Tez bo'lgan temalarni tashlash orqali qarshi tarafga bir jang e'lon qilgandek ya bu challenge deymiz inglizcha. E'lon qilgandek darajada bir savol so'rash odatda bunday ekranlarga ziyoratni qabul qiluvchi asan chiqmaydi, lekin Ruqiya xonim yana qiyin savollar so'ralgan bo'lgan davomli turda bizning ziyoratimiz qabul qilyapti. Ruqiya xonim o'zining zaten shu yillardan beri Sharq Turkiston mustaqillik davosida tinmay izlash orqali shu yerga yetishmasan emas, haqiqatan qo'l qo'ygudek darajada bir javoblar chiqyapti bizga. Hamda bizning shu Talas to'g'rimizningki naq maydon tartib bo'lgan
qarindoshlarniki inkosi nihoyat yaxshi bo'lyapti. Bugungi kunlikda nihoyat jiq savollarim bordi. Ammo vaqt masalasida balki bu savollar so'ralmasligi mumkin. Chunki bizningki diasporada Sharq Turkiston mustaqillik davosida ilib berayotgan harakatimizning to'g'riligi, qaysi jihatda minishimiz kerak bo'lib, shu siyosiy atoqlarni qanday to'g'ri ishlatishimiz kerak. Shu jihatda bir savollarim bor, ammo bugun Bo'ldimu? cho'ng savollar jiq bo'lganligi uchun vaqt sababidan balkim u savollarim kelarki qitimliq ziyoratimiz qilish mumkin. Hamda yaxshi yo'lda yurib qo'ygan, qaytib keldingiz. Hozir Endi sizning siz hozir xalqarалық qonun qo'llanmagan sharoit ostidami davlatlarniki manfaatiga chiqib qolsa, ba'zan kichik davlatlar ba'zi davatotdim shu bizni gapimiz bo'lyaptim. Ba'zi xalqimiz to'g'ri, ba'zi manfaatiga to'g'ri kelgan vaqtida qo'llaydi, ehtiyoji jiddiy to'g'ri kelgan vaqtida davlatlarning. Ammo bizning xalqimiz unday deganlik hamda cho'qim shu bizningki xalqaroning vaziyatiga to'g'ri kelsa ishimiz bitadi ekan, bo'lmasa bitmaydi ekan, bizningki baribir nima deymiz, tirishqinimiz bekor ket degandek mana umidsiz tuyg'uni ba'zi bo'lmaydi. Ashta o'ylaydigan odamlarimiz bor. Chunki xalqaro davlatlar to'g'ri vaziyatiga ehtiyojiga kelsa qo'llaydi. Lekin qo'llash uchun uning qo'lidami ko'z bo'lish kerak, shunami? Biz lobbichilik qilishimiz kerak. Biz uning qo'liga bizning qonuniy asoslarimiz, diplomatik asoslarimiz ularning diplomatik asosi bo'lish uchun qo'lida tarixiy asoslarimizni tiklab bera olishimiz kerak. Ya'ni qonuniy jihatdan o'zimizni mashru qilishimiz kerak. Bizningki biz besvilgan zaman mandaq debchu bo'lmasa Xitoyniki bu bizning ayrilmas bir qismi bu yer degan narsa mashru kitib hozir. Bu Uyg'urlar osonlik millat degan mashru qilib etildi. Shuning hammasini yo'q qilish uchun bizni o'zimiznikini mashru qilib o'tirib chiqarishimiz kerak. Undan keyin bizga yordam qilgan kuchlarmi u yerda Xitoy bilan deyishgan vaqtida bundaq emas, bundaq. Sening deganing yolg'on debchi buni o'tirib qo'ya oladi, qo'lida bir ko'z bo'ldi. Bika-bikadan berib ham vaqtida men mustaqil bo'lsin deb ham qilib etmaydi. Shuningga xalq bizga yordam qilmadi desa, bizmi xalq bizga yordam qilgandek bizdami kuch bo'lish kerak-chu. Masalan, qo'limizdan tatsa bir narsa chiqish kerak. Bo'lmasa, men yordam qilaysam u yerda hech nima yo'q ekan deb yordam qilmoqchi bo'lgan kuchlarning bizga yordam qilishi tas bo'lgan. Undaq bo'lsa xalqarалық qonun qo'llanmasimi davlatlar yana mustaqil bo'la oladi degan bir yakun chiqdi. Hamda mustaqillik yo'limizda eng muhim bo'lgan ishkomil. Ya'ni bizning ulusal irodamiz, o'zimizning mustaqillikka bo'lgan irodamiz birinchi o'rinda turdi. Hamda yana davlatlarniki qo'llashi. Bu ikkinchi masalan, yana bir muhim omillar, yana bir muhim omil bo'lsa vaziyat. Agar vaziyatga tushib qolsa, davlatlarning manfaatiga tushib qolsa, bizning mustaqilligimizda yana ig'zash bo'ldi. Undan burun garchi mustaqillikqa bir sharoit tug'ilgan taqdirda, ammo biz ikki jihatdan tayyorlik qilolmasak, mustaqillik irodamiz bo'lmasa, bir davlatni boshqargan bir sistemimiz shakllanmasa, unda xususi yana davlatlar bizni tashlab qo'yib ketirish ehtimoli bor degan gap. O'tgan qatim bir so'zlab o'tdingiz, ammo men bir nuqta bor. Imam siz deganda xalqarалық qonunga mayli tushgan bo'lsin yoki tushmagan bo'lsin, davlatlar mustaqil bo'lgan, lekin boshqa davlatlar uning mustaqilligini e'tirof qilmasa qanday ahvol yuz berdi? Boshqa davlatlarning mustaqil bo'lish bo'lmasligi, u e'tirof qilish qilmasligi pek muhim narsa emas. Chunki hozir state sovereign bir davlatning mustaqil davlat ekanligi xalqaroda e'tirof qilinsin qilmasin, u o'zi ikki jihatdan mustaqil, o'zini idora qila olgan bo'lsa, uni boshqa davlatlarning e'tirof qilish qilmasligi bilan ancha pek cho'ng bir nima ta'sirini qilib ketmaydi. Ya'ni baribir uni e'tirof qiladigan bir davlat chiqadi, chiqmagan taqdirdami bu turaverdi degan gap. Masalanki hatto bir misol olsam, Kambodjaning teshidagi Kambodja ichida boshqa bir hukumat quruqlik bo'lsa, teshidagi Kambodja hukumatini e'tirof qilgan xalqaro, ichidagini e'tirof qilmagan. Kommunist Xitoyni 1970gacha xalqaro e'tirof qilmagan, shunaqa qurilgandan tortib. Tayvanni e'tirof qilgan, BDTga kirgan. Ondan keyin hozir Tayvanni BDTda o'rni yo'q, e'tirof qilmoqlik. Masalan, Falastinning hozir hech qanday kuchi, bakchi huquqi yo'q, ammo har holda BDT nashri observer state degan bir o'rni bor. Shunday gap. Ammo davlatlarningki biz bu davlatlar bizni e'tirof qilmaydi ekan, deblam nima qilib qolsak ham bo'lmaydi. Yana bir nuqta, bu yerda bu davlatlar bizni e'tirof qilish qilmasligidan bekarak biz masalan o'zimizni mashrulashtirib, qonuniy asoslarimizni o'ttirib turg'izib, shu davlatlarga ko'z bo'lib qolgan holatda davlatlar bizni qanday vaqtida bizni qo'llaydi.
Mustaqil bo'lishdan burun, bo'lib bo'lgan davlatdan burun, mustaqil bo'lmagan biz kurash qilayotgan ahvolda qanday vaqtida qo'llaydi, qanday vaqtida tashlaydi, kimlarni qo'llagan, kimlarni nima uchun tashlayotgan, bizni nima uchun tashlab etishi mumkin, nima uchun qo'llashi mumkin. Bu narsalarni biz o'ylashib, to'g'ri tahlil qilib atmeyishimiz kerak. Ham buning nurg'un misollar bor. Bu to'g'ridachi. Yerda bir yaxshi narsani o'tirib qo'ydingiz, bizni tashvib etamdi degan shakldachu. Hozir mana shu diaspora diqqat qilsak, bundaq bir talash tortish bor. Masalan, bizningki qurolli kuchimiz bo'lishi kerak desak, yana ba'zilar bo'lsa, bizning qurol kuchimiz bo'lsa, xalqaro bizda terrorist deydi. Chunki Xitoy bizga bu qalpoqni kiygizib bo'lgan degan shaklda bir talash tortishlar bor. Agarda biz bir davlat bo'larak, masalan, bir davlat bo'ldik deydi, besingan davlat bo'lsakmi, asli qoida bo'yicha o'zimizningki bir qurol kuchi bo'lishi kerak. Men ashta o'ylayman, shaxsan nurg'un qarindoshlarimiz shunday o'ylashi mumkin deb o'ylayman, lekin yig'izdan chiqarmagan bilan. Chunki biz bir davlatning xalqi, o'zimizning bir davlati bor degan bir xalq bo'lishimizdan bizning davlatimizni qo'g'daydigan yoki bo'lmasa davlatimiz hujum kelsa, uning qarshi kuch ko'rsatgan bir armiyamiz yoki bir askariy kuchimiz, qattiq kuchimiz bo'lishi kerak asl qoida bo'yicha. Undaq bo'lsa, bizga o'xshash Xitoy, misol bir ular deydiki, bir kuchli bir davlat besib olgan. Hamsi bu meni ishimdi. Bular shundaq bir ba'zan bir yerlarda qonunsiz harakat ipadi. Shuning uchun bular terrorist bo'lganligi uchun men besyapman degan mushtaq sharoitda bizning mushuna bir arzuyimizni, o'zimizning mushtaq bir kuchimiz bo'lishini o'tirg'ab chiqishimiz bizning davoyimiz uchun ziyonliqmi? Chunki xalqimizning buni so'rash huquqi va hamda bundaq narsani tillash orzusi bor deb o'ylayman. Chunki biz hozirgacha diasporada ko'ryapmiz, 20 yildan ortiq bo'ldi. Davomli turli bir kishilik huquq qo'llanadi yoki bo'lmasa mustaqillik davosi bo'ladi. Mingyapmiz hech qanday bir ko'rinarli unumini ko'ramayapmiz. Albatta siz degandek o'zimizning mustaqillik irodasi ko'rinarli bo'lmaganligi uchun balkim davlatlar qo'llamagan bo'lishi mumkin, balkim sharoit pishib bitilmagan bo'lishi mumkin. Agarda bir kun olmay bir kun biz tinch holatda bu o'zimizning mustaqilligini qo'lga keltirish ko'zimiz yetmasa, o'zimizning ashta shaklda berish bir huquqimiz bo'lamdi. Buni xalqaro qonunlashtira olamiz. Ham buni biz xalqaro biz qanday tushundiramiz? Ondan aslında bizning qurolli kuchimiz bo'lishini xalqarada mustamlaka bo'lgan xalqlarning u o'zini qo'g'dab zulmga uchrayotgan vaqtda zulmga qarshi kurash qilishni qonunsiz demagan. Sizga bir narsa yo'q xalqarada-chu, birinchi bu narsa. Unda bo'lgankin bizning qurolli kuchimizning bo'lishi qonunsiz emas, Xitoy degandek. Qo'qab ketishning hojati yo'q. Ammo buni qonunsiz emas deb dunyoda buni e'tirof qiladigan, ya'ni bizning bu qurolli kuchimizga yordam beradigan davlatlar bo'lishi kerak-da. U davlat Xitoydan qo'rqidi. Masalan, sen unga yordam qilsang, men menga yordam qilaman. Masalan, Turkiya bizga yordam qilsa, ular kurdlarga yordam qildi. Shunday Turkiyani qalamqon qildi. Amerika bizga yordam qilsa, u jihatda uni bilib qolsa, Xitoy yana bir munch narsalarni ko'tarib chiqdi. Shu dunyodagi davlatlarning besh og'riydi bu narsalarga yordam qilish tas. Ikkinchidan shu qurolli kuchni masalan bundalday davlatlar bir davlatni bir xalqniki mustaqil bo'lishiga yordam qilish masalasi, tashqi kuchlarni yordam qilish masalasi ideologiyaga, geostrategiyaga, geopolitikaga, shu vaqtdagi vaziyatga, xavfsizlikka taqishadigan narsa. Masalan, East Timorni misol qilsak, East Timorda Indoneziyadan burun mustaqil bo'lib chiqman degan vaqtida Indoneziyaninki dengizdagi o'rni intayin muhim. Uningdagi dengizdagi neft va boyliqlari bor. Shuna bo'lg'achqa Amerika g'arb boshliq davlatlar Avstraliya Indoneziyani qo'llab, u mustaqil bo'laman degan East Timorni Portugiz ketgandan keyin East Timorni Indoneziya qetib oldi emasmi? Shuningdek bu East Timor nimishki sen meni qetib olsa deb xuddi Manjuchi ketgandan keyin Xitoy kirib bizni qetib olgandek-ku. Nimishki bizni qetib olsa deb East Timor bunun qarshi chiqdi. Bunun qurolli kuchlari bor deb, bunun qurolli kuchlari bilan qarshi chiqqandan keyin bu g'arb davlatlari Indoneziyani qo'llab Mao East Timorni qo'llamaydi. Indoneziya davomli bular terrorist, askariy kuchlar bizga hujum qiladi, chunki bular qurolli kuchi bor deb ularning uchun qurolli qiladi. U qurolli kuchlarni dunyomi tang terrorist deb berdi. Buni deb berishda Amerika taktiki sababidan shunday qildi. Amerika boshliq g'arb davlatlari. Nimishga desa, Indoneziyaning manfaati bor. Amerika uchun Indoneziya ishga yaraydi. East Timor kichik, ishga yaramaydi Amerika uchun. Onun qaraganda Indoneziyani qo'llasa kerak. Bu bir, ikkinchisi ideologiya masalasi. Chunki Indoneziya Amerika qo'llagan vaqtida u g'arbning ittifoqni alay, ya'ni ittifoqdoshdamdi. Rus, kommunist emas-ku ular. Kommunist emas bo'lgandan keyin
bu Indoneziyani taşıversa Rus'un koluga kirib kommunist bo'lib ketmasin deb bular Indoneziyani qo'llaydi Amerika. Ama keyin Indoneziyani qo'llagandan keyin u nima chiqib qanday qildi desa, u Istimirdagi nurg'un odamlar bizni bu g'arb davlatlar qo'llamaydi deb bu Istimirdagi nurg'un kuchlar yani ichidagi uşaq tashkilot u bular qurolliq kuchi va diplomatik kuchi va bularning shu chog'da partizanlik qilib keyin shular kommunistlar emas chiqchu buni ichida. Shuna bo'lgandan keyin buni g'arb qo'llamaydi, ammo so'g'oq urushdan keyin bularning so'g'oq urush tugagandan keyin bularning ta'liq keldi. Qanday bo'ldi desa, Rus bilan o'ttirdagi raqobat tugaydi, u so'g'oq urush tugagandan keyin shuni nima Sovet bilanchi, shuning bilan keyin Amerika bu yerda bu Indoneziya Rusning ya'ni Sovetning qo'liga tushib ketadigan ish bo'lmaydi, bu yerda Sovet parchalandi tugadi deb u Indoneziyani burun Amerika mandaq diplomatik jihatdan qo'llab qo'ygan Istimirni masalan bizga qirg'inchilik qilyotidi, bostiryotidi desa, xalqaro qonun bo'yicha Indoneziyaning bu yerni qaytilishi to'g'ri yoki to'g'ri emas deganga ifoda bildirib uni qo'llab ketmagancha, masalan Amerika diplomatik jihatda Indoneziya qaytib olsa bo'ladi demagan. Chunki Indoneziyaning qaytib olishi qonunsizda Istimirni. Unda demagan diplomatik jihatda qaytib olsa bo'lmaydi, xato deb qo'ygan. Ammo Avstriyadan Indoneziyaga askar berib, texnika berib Istimirni bostirg'izishga yordam qilgan Amerika uchun shu vaqtida. Istimirning mustaqil bo'lishini qo'llamagan. Og'zida sizlarning huquqinglarni bersin deb qo'ygan bilan mustaqil bo'lishini qat'iy qo'llamagan. So'g'oq urushdan keyin bular Sovetning tahdidi tugadi hamda Indoneziyaga kirib ketadigan. Shuning bilan bu ish haqida bu yerda anqacha Indoneziya qirg'inchilik qilib ketdi, Santa Claus qirg'inchilik emas. Shu qirg'inchilikni qilib ketgandan keyin xalqarodagi bisimni bak eg'ir bo'lib ketdi. Bu qirg'inchilik qilganlar eng oxirgi chora bo'yicha mustaqil bo'lish kerak degan narsa kampaniya bak kuchli bo'ldi, qirg'inchilik uchraganlarcha. Shuning keyin boshqa chora yo'q mustaqillikdan boshqa degan bak kuchli bo'lgandan keyin shu bo'yicha bularga yordam qilgan keyin Amerikagami vaziyat o'zgardi-da, anqacha Indoneziyaga bak tolerant masalan xalqlarning huquqini qo'llaydigan bir prezident chiqib qoldi. Shu Indoneziyami nurg'un kelishimlar bilan diplomatik munosabatlar bilan bo'pti, Istimir mustaqil bo'ldi degan keldi, Amerika bisim qildi, vaziyat to'g'ri keldi. Ya'ni bu ideologiya tufaylidan masalan Amerika burun shu Istimirni qo'llamagan. Keyin bu shu qo'llab nima qildi? Anqacha Gusmov chiqib, buni ichidagi butun kommunist u bu deganlarning hammasini birlikka keltirib, bir ideologiyaga keltirdi. Qurolliq kuchini diplomatiya kuchlari bilan birlashtirdi, tinchlik kuchlari bilan birlashtirib qurolliq kuchni partizanlik kuch qilib ichiga chechiyapti. Undan keyin qurolliq kuchning yana bir kuchining ideologiyasini sen mayli kommunist bo'lamsa yoki boshqa bizning bo'lamsa qanday ideya turishingdan qat'iy nazar ideologiyalarimiz birli bo'lishi kerak. U bo'lsa Istimirning mustaqilligi degan ekandichu. Ma ideologiya degan narsa bak muhim. Boshqa davlatlar qo'llash uchun sening ideologiyang men tarafda turamdi, tumamdi degan qaraydi. Masalan, o'z vaqtida Amerika Indoneziyani Istimirni masalan qo'llamaslik sabab Indoneziya men tarafda turdi, kommunist bo'lib ketsa bo'lmaydi, qo'llamasam Rusning qo'li qolsa kommunist bo'lib ketadi deb ashta qilgan. Eritreya masalan, Etiopiyaninki qarasaqmi? Etiopiyanikida Amerika qanday qildi desa, g'arb davlatlari endi boshqa davlatlarda bu Etiopiyaning Afrika tumshug'idagi o'rnini aytib muhim. Afrika tumshug'ida Etiopiya. Ashada bo'lg'ashqa dengizdagi manfaatini ko'zda tutib, Amerika Etiopiyani qattiq qo'llaydi, g'arb davlatlari qattiq qo'llaydi. Eritreyaning mustaqil bo'lishini sen haqni zamindan bo'linib chiqsang bo'lmaydi deb. Chunki Eritreyami bizga o'xshash undaq biz bek umidli bo'lishimiz kerak deyishimlik sabab shu. Bizning tarixiy asoslarimiz bor, qonuniy asoslarimiz bor, hamma asoslarimiz bor-ku. Amaliyotda Eritreyaning qo'lida unchalik asos yo'q. U Etiopiyaning ichidan bo'linib chiqmadi. Unda burun biz mustaqillik Etiopiya besib olgan degan bir manda nemisi yo'q uningki. Uning ustiga u BDT degan u Etiopiyaning mushu Eritreyaning Etiopiyaning bir qismi bo'lsin, federal bo'lib yashasin deb ashta bekitayotgan-ku xalqaro qonundami. Ularniki unda qonuniy asosimi bizdagi yo'qdi. Lekin bular to'xtamay qurolliq kurash qildi-ku. Shu qo'zg'olon ko'tarib, to'xtamay qarshilik ko'rsatdi. Qarshilik ko'rsatgan vaqtida Amerika va g'arb davlatlari cho'ng kuchlar bularni qo'llamaydi. Etiopiyaning dengizdagi o'rnining muhimligi tufaylidan Etiopiyani qo'llaydi. Ya'ni u vaqtidami so'g'oq urush tufaylidan Rusning qo'liga Etiopiya tushib ketmasin deb Etiopiyani qo'llaydi. Lekin Eritreya qanday qildi desa, undasi g'arb u nemin Etiopiyani qo'llasa, men undasi yordamni nerdan olaman? Sovetdan olay deb Sovetdan oldi. Kommunist bo'ldi bularchi, hammasi kommunist ideologiyasi shunday kuchlikda Eritreyaning. Shundan so'g'oq urush tugagandan keyin Etiopiyani Rus tashiydi.
nima Amerika tashiydi. So'g'aq urush tugagandan keyin hojat qolmaydi Rus qarshi nima Sovetga qarshi qo'llashni. Shu Etiopiyaga qilgan yordamni kesyotdi Amerika. Kesayotgandan keyin endi unda bo'lsa Eritreya kirib Amerikadan yordam olsa bo'lmamdi g'arb davlatlardan degan narsa chiqdi. Chunki Rusmu Eritreyani tashiydi so'g'aq urush tugagandan keyin Amerika Etiopiyani tashiyotganda Sovetmi Eritreyani tashiydi. Bunda ahvol ostida Amerika kirib yordam qilsa bo'lmamdi Eritreya nimishki lobbichilik qilib Amerikadan yordam so'ramadi. Mustaqil bo'laman men yerda qirg'inchilik bo'layotdi deb degan gap chiqdi. Eritreya undaq qilsa Amerika ularga yordam qilmagan shu vaqtida. Nimishga desa, sen ideologiya jihatdan qilmagan. Burun kommunistning endi turgan emasmi ularchi Sovetdan yordam olgan. Ichidagi odamlarning hammasining kommunist kallasi va kommunist ideologiyasi bor deb uni bir ko'zda tutgan. Ikkinchisiga sening populationing Etiopiyaga qaraganda oz va kichik. Uchinchisi seninki sendan menga nima yordam keldi. Ya'ni boylik yoki xalqaro xavfsizlik yoki strategiya jihatdan menga nima manfaati tegdi, hech manfaati tegmaydi deb o'ylab Eritreyaga yordam qilmadi. Qat'iy G'arbmi yordam qilmadi, Rusmi tashiyotdi, ammo bularning ta'liqi qandoq qilib kelib mustaqil bo'lib qoldi degan narsa chiqdi unda. Tashqi kuchlar bu yerda yordam qilmayapmiz. Ammo so'g'aq urush tugagandan keyin u yerda Etiopiya ojizlaydi. Chunki uningga Amerika yordam qilmaydi. O'ttirliqda Amerika yordam qilayotganda bir nima chiqdi-chu, bir kommunist boshlig'i chiqdi uningki. Kommunist boshlig'i chiqqandan keyin Amerika tashiyotib, darhol Rossiya yordam qiladi Sovet u Etiopiyaga. So'g'aq urushdan keyin Sovetni tashiyotdi, Amerikani tashiyotdi. Ikki taraf tashiyotgan ahvol ostida ankana Trigay deb bir yer va ular mustaqil bo'lamiz deb qo'ydi. Ikki jihatdan qalayimqon bo'lib Etiopiya bek ojizlab ketdi. Shu ojizlashgan fursatdan foydalanib, qurolliq kurash qilib Eritreya mustaqil bo'ldi. Ya'ni qurolliq kurash bilan bo'ldi. Onkin men endi shu qurolliq kurash bilan deganda hozir u vaqtda ham Etiopiya bir kichik davlat, ojiz davlat qurolliq kuchi bilan qilsa erisha oladi ularchi. Endi buni bizning Xitoyga bizning qurolliq kuch bilan Xitoyga qarshi tursak mustaqil bo'la olamiz ekan deb uni selishtirg'ili bo'lmaydi. Uni aytdi. Biz faqat boshqa kuchlar yordam qilgan ahvolda taktikal ishlata olishimiz mumkin, ehtiyoj bo'lsa. Ammo bizning unda qurolliq kuch bilan Xitoy bilan urushadigan hozir kuchimiz yetmaydi. Shuningga tinchlik bilan mustaqil bo'lamiz deb dunyoda boshqa lobbichilik qilib qonuniy va tarixiy asoslarimizni ko'rsatib, tashqi kuchlarni avval kaynimizga ilishimiz kerak. Tashqi kuchlarni kaynimizga ilib, undan keyin bizning momanda qurolliq kuchimiz bor deb birlashmasa, u qurolliq kuch bizni birdan-bir ozod qiladigan Sharq Turkiston mustaqillik aytiladigan yo'l deb nim qo'ysak bo'lmaydi. Unisi qurolliq kuchlarning ideologiyasiga qarash kerak. Biz mayaqdan tinchlik uchun mana diplomatik harakat qiladigan tashkilotlar bir davlatlarni bizga yordam qiladigan, masalan, Yapondamdiq, Hindistondamdiq, boshqa davlatlarni kaynimizga olgan vaqtimizda, ular bizning ideologiyalarimizga qaraydi. Ular biz davlat qursak qanday davlat bo'lganligimizga qaraydi. Bularning hammasiga qaraydi. Agar bizning qurolliq kuchlarimiz bilan bizning diplomatik shaklda harakat qiladigan tashkilotlarimizning ideologiyasi bir yerga kelmasa, yana sizlar o'zinglarni aytib aytgan, bu ideologiyasi bizlar o'xshamaydi ekan, bular davlat qursa manda bo'ldi deb yana tashqi kuchlarni biz kaynimizga ololmaymiz. O vaqtida tas bo'ldi shu. Bizning o'zimizning masalan Istimur, Gusma qanday qilib qurolliq kuchlarni tinchlik bilan harakat qiladigan kuchlar bilan birlashtira olganda bir ideyaga kela olishimiz kerak hammamiz. Birdan-bir ideologiya Sharq Turkistonning mustaqilligi degan ideyaga kira olishimiz kerak. Bo'lmasa u tas bo'ldi. Sudanchi, Sudanni mashta bo'lgan. Masalan, Sudanni u nima Janubiy Sudan bo'linib chiqaman deydi-ku. Şimal Sudan'dan bölünüp çıkmadı yaptılar. O yerde kırgınçılık oldu deyip tanıştık kısımları kırdı o BDT'nin. Lekin ularni mustaqil qilib qo'yish uchun kirgan emas. Unda kuchi yo'q-ku. Qirg'inchilik bo'layotgan bir xalqni faqat qo'g'dash uchun kirdi. Sen mustaqil bo'lsa deb darhol qilolmaydi, uni tas bo'ldi. Chunki u zaminda u mustamlika bo'lmagan. Bizga kirsa bizni qila oladi masalan. Lekin Xitoy kirgizmaydi. 5 davlatning ichida Xitoy bo'lg'achqa veto power qilib. Bizga kirsa chunki biz Xitoydan bo'linib chiqmayapmiz. Biz mustamlika bo'lgan xalq ham qirg'inchilik bo'layotdi. Bularni birga yashamaymiz. Biz mustaqil bo'lishimiz kerak desak, bizningki oqidi. Sudanningki u mustamlika bo'lgan yer emas, u Sudanning yerimi o'chu, Janubiy Sudan degan. U xalqning ichidan yerimidan bo'linib chiqaman deyotdi. Faqat qirg'inchilik bo'ldi. U ishga urush bo'lib ketganligi uchun qirg'inchilikni to'xtatish uchun ham BDTning kirgan. Ammo Janubiy Sudan qanday mustaqil bo'lib qolgan desa, ular Şimal Sudan'daki musulmon o boshquradigan nimalar Şimal Sudan tarafniki Sudanning o'zining nimasi. Uningga qarshilik mala ko'pinchisi xristian bo'lganligi uchun xristian bo'lgan davlatlarga boshqa g'arb davlatlari bularga
ishki jihatdan qurolliq yordam bo'lgan. Masalan, ba'zi davlatlar bizga ehtiyoji bo'lgan vaqtida ashunda ishki jihatdan, ya'ni yoshirin, ya'ni ochiq oshkor emas, yoshirin yordamlarni, yoshirin iqtisodiy yordam, yoshirin qurolliq yordam degan narsalarni qila oladi. Bu yo'q emas, bu dunyoda bo'lgan. Shunga bu Sudanmi, u yerda mustaqil bo'ldi. Ammo Sudanniki asli burundili baldur mustaqil bo'lib ketadi, baldur mustaqil bo'lolmasligidagi sabab Sudanniki boshqargan lideri bütün Sudanni mustaqil qilib, bütün Sudanni demokratiyaga kirib, hamma Sudanni o'zimizning qilamiz deb, bizlar huquqnamaymiz deb, boshda avtonomiyani ilib, boshda avtonomiyani ilib, bütün Sudanga demokratiyaga kirib, bütün Sudanni o'zgartimiz deydi. Xuddi Tayvan, bütün Xitoyni o'zgartimiz, demokrat Xitoylar, bütün Xitoyni o'zgartimiz deb, bizningki demokrat Xitoylar bilan hamkorlashib ish qilgan ba'zi Uyg'urlarimizmi, bütün Xitoyni o'zgartimiz degandek bir narsa uchun. Şundan keyin bütün Xitoyni o'zgartib, undan biz bütün, ya'ni Sudanmi, bütün Sudan bizning bo'ladi, mustaqil bir davlat bo'ldi debchi. Ashun bütün Sudanni o'zgartmadi. Ashunda qilib tas qoldi mustaqil bo'lolmaguncha. Oxiri shu 6 yildagi mustaqil bo'ldi deb qonunga yozib qo'ygan bo'lsa, 6 yil ichida men bütün Sudanni o'zgartman deb doktor Garangmi demasmi. Ashu deb qattiq turib olganki, ashu o'lgandan keyin oxiri shu Sudanni xalqi yo'q bo'ldi, Janubiy Sudanni mustaqil qilamiz deb, shu o'lmagicha shuni qilolmaydi jumo bular, shuni o'zgartirmay sistemasini. Shu o'lgandan keyin bir oydan keyin bular mustaqil bo'lamiz biz deb, shu burungi kelishim bo'yicha Janubiy Sudanni mustaqil qilib etdi. Shuningga bu gaplar ishlar shunday degandek. Bunda bo'lsa, ya'ni deb kelsak, ya'ni o'zimizning ishga omili muhim ekan. Masalan, işte qattiq kuchlarimiz bo'lsa yoki bo'lgan bo'lsin, ya bundan keyin bo'lsin, yana o'zimizning davlatchilik ideyasi, Sharq Turkiston ulusal irodamiz, butun Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishining gavdasining bir qismi qilinishi kerak ekan. Agar bir qismiga aylanmay, boshqalarning yollamaskiga bo'lib qolsa, xuddi biz hamma tashkilot bizga vakillik qilolmaydi deganga o'xshash, ularni bizga vakillik qilolmaydigan bo'lib qoladi. Ham ularni bizdan bo'lmaydi. Ham biz uchun kurash qiladigan bir kuch bo'lmasdan, u bir faqat yollamaskar. Ularning qilayotgan ishlari, deyotgan gaplari bizga vakil qilolmaydigan shaklda bo'lib ekan. Uningdagi ikkinchisi yana tashqi jihatdagi kuchlarmi muhim o'rinni egallayotgan vaziyat yana. Agar ular bizni qo'llashni xohlasa, qo'llanishni xohlasa, balkim AQShdan birga hamkorlik qilib, kelgusida bir urushlar bo'lib qolsa, balkim yoki vaqt yenish, siz degandek, vaqt yenish uchun bo'lsa-mu, ashta bir shaklda harakat qila oladigan. Unda bo'lsa, yana bir savol. Hozir kishilik huquq da'vosi bo'lyotdi, jihalarda, jihat tashkilotlar aytib beryotdi. Kishilik huquq da'vosi bu shaklda mangsa, kishilik huquq da'vosi degan gap Xitoyning ichki ishi shaklda minib qoldigan shaklda ko'rinadi dunyoga. Hamda shu Xitoyninki demokratlashishiga to'kib qo'shadigan holat shakllanib qolamdi. Chunki ibam sizmi deb o'tib ketdingiz, ham boshqa xalqaro munosabat o'qigan qarindoshlarimizmi degan bo'ldi. Agar Xitoy demokratiyaga minib rasmiy bir demokratik davlatga aylangan ahvolida bizning Sharq Turkistonning mustaqilligidan texnik eg'iz ochib bo'lmaydi. Sabablarni ibam siz so'zlab o'tib ketgan bo'ldingiz. Mushta bo'lmaydi, u vaqtda biz texnik mustamlikasida qolib qolamiz degan bir ideologiyani hozir kishilik huquq da'vosi ishlab etib mansa, agar olmadiz mush Xitoyning kishilik huquq da'vosi deganlik Xitoyning demokratlashishiga to'kib qo'shish deganlik bo'lamdi. Ham Xitoyning ichki ishiga aylantirib qo'ygan shaklda mangan bo'lamdi. Men butunlay undaq deb qarmayman. Chunki kishilik huquq Xitoy ikkiga bo'libday, Xitoy demokratiyaga kirsa biz cho'qim qat'iy mustaqil bo'lishimiz yo'q bo'lib ketadi deb kesib deganim bo'lmaydi jumo. Chunki xalqaro vaziyat o'zgarib turdi emasmi? Balki demokratiyaga kirgandan keyin bu yana shu bog'liq. Masalan, shu demokratik Xitoyning yo'q bo'la mustaqil bo'lsin deb berib o'tib qolsa degan savol chiqadi-chu. Masalan, demokratiyaga kirgan ba'zi davlatlar shunda berib o'tgan ahvollar bo'lgan tarafda. Ammo Xitoyning naturesidan qarab aytganda Xitoy unda qilmaydi, bermaydi. Sen Chongqingxoning bir qismi bo'lsa deydi. Bermay turib oladi. O vaqtida boshqa dunyoni kaynimizga ilishimi tas bo'ladi. Sening ham huquqing bor tursa, nimdab mustaqil bo'lsa deb turib oladi. Biroq ko'z bizning kaynimizga o'tadigan dunyoning qo'liga ko'z bermaymiz u vaqtda. Chunki mana sababdan mustaqil bo'lamiz degan tas bo'ldi. Biz burun mustamlik qilingandik, shunga mustaqil bo'lamiz deysimi, dunyo urushni yaxshi ko'rmagandan keyin qon to'kishni yaxshi ko'rmaydi. Hatto o'zimizning xalqimiz shu vaqtida qon to'kib nemish qilamiz, urushib nemish qilamiz, bu bermayman da'vosi, bermaganki urushga to'g'ri keldi. Bo'ldi biz huquqlarimizni berganki xotirjam yashayotsak deydi. Shu sabablardan tas bo'lishi mumkin. Ammo hozir bizning tashkilotlarimiz kishilik huquq da'vosi qilayotgan bo'lsa, uni
bizning xalqimizning milliy irodasi, ya'ni orzusi, Sharqi Turkiston xalqining butun orzusi faqat mushu kishilik huquq deb degan shaklda qilmasligi kerak. Uningdan keyin shu kishilik huquq qilayotgan tashkilotlar, da'vosi qilayotgan tashkilotlar, men butun Sharqi Turkiston xalqiga vakillik qilman, butun Sharqi Turkiston xalqining orzusi mushu, butun Sharqi Turkiston xalqining orzusiga vakillik qilma deb o'zini undaq yog'andan legitimate qilolmasligi kerak, o'zini dunyoga yog'andan legitimate qilib ko'rsatmaslik kerak. Chunki xalqning orzusi u emas. Xalq butun Sharqi Turkiston xalqining orzusi faqatla mustaqillik. Mustaqillikdan boshqa 7 yoshdan 70 yoshgacha so'rasangiz, mustaqil bo'lishni xohlamaydigan Uyg'ur bormi? Sharqi Turkistonlik bormi? Yo'q. Unda bo'lgandan keyin u bir tashkilot chiqib, bizga inson haqlarini bas bo'ldi, xalqimning xohlaydigini mushu deb unda o'zini o'zi mashrullashtirib, yolg'ondan unda da'vo qilsa, bizga vakillik qilolmaydi. Buni xalqaro dunyo bilish kerak, bilmasa biz bildirishimiz kerak buni uchun. Shunga bu tashkilotlardan inson haqlari da'vosi qilmasin demaymiz, qilish kerak, lekin faqat xalqimizning bu yerdagi mening goal, mening tashkilotimning deya o'zining tashkilotiga vakillik qilish kerak. Mening tashkilotimning qilmoqchi bo'lgan ishi Aşağıdaki Uygurlarning inson haqlari uchun ish qiladigan bir tashkilot yoki men shunda bir projekt, men shuni qilaman, mening xalqimning orzusiga vakillik qiladigan bir siyosiy organ emas men deyish kerak o'zimcha. Siyosiy orzusiga vakillik qiladigan bir organ emas deyish kerak. Unda bo'lganda qilib ketaverasi bo'ladi. Chunki inson haqlarimiz lozim. Bizni o'ttiryotidi, qiryotidi, bostiryotidi. Inson haqlarini qo'llaydigan nurg'un tashkilotlar bor, Human Rights Watchdek, Freedom Housedek, nurg'un xalqaroliq tashkilotlar bor. Ularning missionlari u bir davlatning mustaqillik ishiga, siyosiy da'vatlarga aralashish emas, faqat xalqlarning insoniy huquqini qo'llash. Biz bunda tashkilotlarni kaynimizga ilishimiz uchun shu bizning shu inson haqlarini qiladigan odamlarimiz va tashkilotlarimiz bo'lishi kerak. Buni qilsa bo'ldi. Lekin buni butun Sharq Turkiston xalqining orzusi mushti degan yerga olib borsa, men butun Sharq Turkiston xalqining orzusiga vakillik qilma degan yerga olib borsa, u vaqt bizning ishimizni qalamqa qilayotgan bo'ladi. Unda xususi bizning shu ziyoratimizning temasini aniqlab o'qitib yig'inchoq etaylik. Sharq Turkiston mustaqilligini, ya'ni egalik huquqini asliga keltirish bir fantaziyami? Siz o'zingizning shu oldida so'zlab o'tib ketgan temalaringizga asosan mancha bir 2-3 nuqtadan bir qisqartib javob bersangiz, shundan bilan biz ziyoratimizni oxirlashtirsak. Fantaziya emas, aniqlam. Fantaziya bo'lsa, biz bu ishni qilmasakmi bo'ldi. Biz hech nima bo'lmasdan odatdagi bir inson bo'lib yashab ketsak bo'ladi. Hech qanday hedefimiz yo'q bo'lib-chi. Men gapingizni bir bo'lib o'tdim, Ruqiya xonim. Men aniqroq bir Daviday. Zodi mustaqilligimizni asliga keltirish fantaziyami yoki Xitoyning ichida turib, kishilik huquqni ishga ishi bo'lib talab qilish fantaziyami? Mushkisini solishtirib bir qisqagina bir so'zlab Albatta Xitoyning ichidan ishki inson haqlarini, huquqlarimizni talab qilish fantaziya. Fantaziya bo'lg'achqa Ilhom To'xti talab qilganda Xitoy Ilhom To'xtini muddatsiz kesibdi. Chunki Xitoydan bunday narsa talab qilish u Xitoy bermaydi. Birinchi u Xitoyda u sistem yo'q. U bir autokratik davlat. Ikkinchisiga Xitoy bizni butunlay yo'qotma deyilik bu maqsadi nihoyatda aniq Xitoyniki. Bunday ahvol ostida Xitoy bizni yo'qotma davosida uni buni deb so'rash u bermaydi Xitoy. Uni qilmaydi. Bu fantaziya aslicha. Bu so'rab oladigan narsa emas. Bu Xitoyningki mehr shafqatini tilash yo'lidir. Bu Xitoy mehr shafqat berib uni qilib qo'yadigan bir sistemdagi bir davlat emas. Unda bir sistemsimi yo'q. U naturesidimi yo'q. Buni qilgan unda sistemga kirganimi yo'q deyish. Shuning unda Xitoyning mehr shafqatini tilagan bilan ham o'xshash bu. Unda charity'sini tilayotmizda Xitoyning shuning o'xshash narsa u asli fantaziya. Ammo bizning uni ustiga boshda so'zlagan vaqtimda dedim, nimaniki hozir bu inson haqlari degan narsa dunyoda unda bek populyar emas. Chunki bu G'azodagi qirg'inchilikdan keyin inson haqlarini qo'llayotgan davlatlarning gapimi bundagi eqishi bek tas, ancha ahmaychi. Shunga bu inson haqlarini nima qilib akirish bir fantaziya. Ammo buni to'xtamasdan qilish kerak. Bu besim beradi azroq Xitoyga. Chunki Xitoyning yuz obro'yini butun dunyoni egallayma deyotgandan keyin Xitoy soft powerga, yumshoq kuchiga ahamiyat beradi. Yumshoq kuchini kuchlantirish uchun Xitoy azroq yolg'on gap qilish kerak. Yolg'on gap qilib o'zini men qirg'inchilik qilmayapman. Men noiti xalqlarga yaxshi muomala qilaman. Men inson haqlarini beraman deb ko'rsatish kerak. Jinoyatlarini yoshirish kerak. Obro'y uchib ketadi. Shunga
bu yerda inson haqlarini aniqlatsa, maniqlatsa deb yuziga urib Xitoyga besim qilish, shu Xitoyni biza nima deymiz, cho'chitdi, o'zini yoshiribchu, biza tap tortib, o'zini biza yoshirib, dunyoga bir yaxshi odam qilib ko'rsatishiga foydasi bo'ldi. Shunchalik foydasi bo'ldi hamda. Undan cho'ng foydasi bo'lmaydi. Ammo bizning da'vorimizning siyosiy yo'limizda u bir fantaziya. Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi fantaziya emas. Nima uchun deganda buni burun boshqalarmi deb keldim. Birinchidan biz musulmon xalq dinga ishonamiz, Allohga ishonamiz, Allohning adolatining chuqum yeriga keldiganiga ishonamiz. Chunki adolat biz tarafda. Alloh adolatni qo'llaydi. Shunda adolat tarafdir. Unda bo'lgankin bu hamon bir kuni bizning ishimiz bo'ladi deb buni ishonamiz. Ikkinchidan bu davlatlar masalan hozirgi kelgichi mushu butun mustamlika bo'lgan ashta davlatlardan hammasi nurg'uni bayami dedim 80%, 80dan ortiq davlat mustaqil bo'ldi deb. Uning ustiga tashqi kuchlar qo'llab tashqi vaziyatning yordami bilan vaziyat pishib yetilib tashqi kuchlar qo'llab mustaqil bo'lgan davlatlar 80% oshidi. Ammo xalqning davlatidan bo'linib chiqib mustaqil bo'lamiz deganlarning mustaqilligi bo'lanmadi-chu 80% failed, ya'ni bo'lanmay mag'lub bo'ldi. Shuningga biz agar biz tashqi kuchlarni kaynimizga ola oladigan ahvolimiz bo'lsa, xalqaroda qonuniy asosimiz bo'lsa, buni legitimate qila olsak, tarixiy asosimiz bo'lsa bizni bisvog'ini buni legitimate qila oladigan tursak, boshqa davlatlardek ularni legitimate qilmay xalqning davlatining ichidagi bir xalq emas biz. Bizga xalq kirib olgan. Bularning hammasini isbotlay olamiz. Uning ustiga bizning geostrategik vaziyatimiz uchun geostrategik o'rnimizmi undadek umidsiz bo'lib ketgandek hech kim ko'ngil bo'lmagidek ya emas. Xitoyning dunyoga ekonomik kengayma deyotgan bir belbog' bir yo'l degan Ipak yo'lininki 3-4 yo'l bizdan 3 yo'l bo'ladi, ama bizdan o'tadi. Ya'ni dunyo bu Xitoy dengizdan kengayman deydi. Dengizdan kengayman desa u yerga ya'ni bizdan o'tadi. Pokistonning Gwadar port orqali Qizil dengizga kirman deydi. Qizil dengizdan O'rta Sharq Afrika hammasiga, ya'ni shu bizga orqali kirdi u yerlarga. Shunga bizning geostrategik o'rnimiz nihoyatda muhim. Hozir Xitoy kengayib dunyoni olaman, g'arb davlatlarining sistemasini yo'qotma, yangi bir davlat dunyo sistemasi qurma, Amerikaning hegemonik o'rnini, ya'ni Amerikaning dunyodagi hegemonik o'rnini olaman deyotdi. Uni olaman desa, uning Amerikami yo'l qo'ymaydi. O'tganda John Masheymer dedi qo'yliqi, yuan shu bilan bir suhbat qildik-a, men anglasam. Dedi bu birisi so'rdi-chu, aşağıda so'rab, biz Xitoy, shu Xitoy davlati dunyoni Amerikadan ola olamdi degan menda bir savol so'rdi, hamda hozir esimda qolgani shunda deb turdi. So'raganda odam dedi, Xitoyga berib Tsinghua universiteti so'zlabgan. Dedi, qanday olasizlar degan ma'noda dedi-chu. Hamda qanday olasizlar deb ochiq devatmidi, hamda polayet bir shaklda dedi-da, siliqlashtirib bir shaklda dedi. İliş üçün sizler özənglərinin bölgənlərdə, ətrafınlarda düşmanlar bulması gerek. Sizlərini qollaydığan bütün dövlətlər ətrafında xoşlanırlar. Şu özənglər bölgəndə bir qollaydığan buluş gerek xalqlar. Sən şu yerdə bir küçün buluş gerek. Senin bölgəndə seni qollaydığan barmı? Senin bölgənlər, senin çiğranın ətrafından denizlər Amerikanın neçə yerdə bazısı var. Senin yüzündə muşundalı qarab duruluq biz dedi. Sen bir bölgəndən dünyaya kengaytib etişinə biz yol berəmdik. Biz əyədə ba degan mesajçı o. Biz onu qarab bopdu Xitoy kengaysin va dunyoni əpkəsin deb qarab oturamdıq deganli gapda o. Onun ustiga Yaponiya ba Xitoyning dushmani. Hindiston o Xitoyning dushmani bir do'st emas hozir. South Korea ba, Filippin ba, Uşaq davlatlar va boshqa Vyetnam ba. Onda desa Xitoy deydi, bu degan Xitoyning professori da'vatidim. Bu deganlik cho'qim bu bölgede qilolmaymiz deganlik bo'lmaydi. Biz bölgedagi davlatlar bilan vaqti kelsa incorporate qilib, bular bilan hamkorlashib, do'st bo'lib, biz o'zimizni bölgede kuchaytirib, dunyoga kengaytiramiz. Hamma yerga biz unda zulm, askar bilan emas, iqtisodiy yordam, barobar yordam, bular bilan do'st bo'lish orqali kengaytiramiz deb da'vatdi. Bu gapi Xitoyning bek saviyasiz butunlayli yolg'on gap. Nimishga deganda u Xitoy dengizda Filippin yerdan bir beliqni tutib bo'lguncha Xitoyning kemasi ayaga berib bo'ladi. U Vyetnam yoki Filippin dengizidan bir o'zining dengizidan 200 miles degan yerga o'ziga qaraydi u ekonomik zon. Aş ekonomik zondan bir neftni olib bo'lguncha Xitoyning kemasi kelib menma olaman deydi.
o'ziga qaramaydigan yerga kelib orol qurib oylig'li Xitoychu tosh to'polonni to'kib. Undan keyin u ekonomik zondan sen iqtisodni olsang bo'ldi, lekin paraxodlar o'sib bo'laverdi. Uni cheklashniki nemasi yo'q asli qonunda, xalqaro dengiz qonunida Xitoyning unda cheklash huquqi yo'q. Ammo Xitoy Jinxi vaqtidan tortib 2000 yilning oldidan tortib mush dengizning hammasi meninkiti. Shuningga sen men hech kimning paraxodi o'tmisi bo'lmaydi deb. Ashunda iliqi nima qilg'uchi yerda misli dushman bo'ladi bu Xitoy dengizni olaman deb. Uni olaman dengizdan kengayman desa, u yerda bir muncha Amerikam qarab turmaydi, bir muncha dushman chiqadi Xitoyning urushadigan. Bu urush cho'qimli bo'ladi. Agar u yerda urush bo'lsa, biz qanday qilamiz degan narsa chiqadi. Chunki u yerda urush bo'lsa, biz bazasi Xitoyning. Dengizdagi urushqa meyada askar butun narsani akab beradigan asosan O'rta Osiyo u taraflardan, ya'ni neftni ashaqdan to'shiydi emasmi? Bu energiya bazasi biz ham bu askariyni u yerda turg'izadigan baza, shuni bizning u yerdagi o'rnimizmi nihoyatda muhim. Agar biz bir buffer state bo'lib ketadigan bo'lsak, Xitoyning butun yo'lini quruqlikdan kengayishini, dengizdan kengayishini kesalaymiz. Shuning bizning jug'rafiyalik o'rnimizmi geostrategik jihatdan unda bek bizni umidsizlantirgudek ahvolda emas. Shuningdek bek umidsiz ya biz hech nima bo'lolmaymizkan, bu yerda qat'iy umid yo'qkan deb ketishning men chorati yo'q. Shunga men umid bor. Hozir siz muhim bo'lgan bir nuqta o'tirib qo'ydingiz. Menimcha bu ikki qatimliq ziyorat qilish kerak deb o'ylayman. Chunki siz qo'ygan nuqta dunyo vaziyati, dunyoning yangi tartibi bizningki davorimizga qanday ta'sir ko'rsatdi degan shaklda bir ziyorat o'rlashtiraylik. Chunki siz shu to'g'ri hozir bir mazmun so'zlagan bo'ldingiz. Hozir vaqt munosabati bilan mishada oxirlashtiramiz. Lekin meni oxir deydigan gapim xuddi bizning ba'zan bir qism odamlarimiz, masalan, yalla maskar bo'lib qolgan bir qism kishilar tufaylidan ashlarni terrorist bizniki yoki bo'lmasa davoyimiz ta'sir qilyotdi, bizning qilishimiz sabab bo'ldi degan bo'lsa, yumshoq kuchlar jihatdanmi, kishilik huquq jihatdanmi boshqa davlatlarga ishlayotgan o'xshashlar shu yalla maskarlar hech qanday farqi yo'q. O'xshash. Birisi qattiq kuch desak, birisi yumshoq kuch desak, agarda boshqa davlatlarning manfaatiga ishlar, agarda shu shaklda mangan bo'lsa, bizning mustaqillik yo'limizga ta'sir ko'rsatadi degan gap. Chunki bizning ichki omilimiz, ya'ni Sharq Turkiston mustaqilligi, faqat Sharq Turkiston mustaqilligi uchun mengish, shuning uchun kurash qilish degan ichki omil chiqmasa, aniq kelganda davlatlar bizni ishlatib tashlaydigan bir narsa shakllandi. Unda bo'lsa bizningki bugungi ziyoratimiz mishada oxirlashsin. Ruqiyat Turdish xonim, qimmatli vaqtingizga rahmat. Nurg'ulg'an qiyin savollarga javob bergan bo'ldingiz. Yana bir qatim bir shu dunyo vaziyati va Sharq Turkistonliklar buni qanday tayyorlab qilish degan to'g'ri bir ziyorat o'ylashtirsak, mush yaqinda qo'shilsangiz. Bo'ldim. Rahmat sizga, qimmatli vaqtingizni chiqarib. Ko'rmalarga rahmat hamda. Rahmat. Manas daryosi bo'yidagi taslimchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi shajoatdan ilhom olaylik. Ko'rmalarga rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar.